Rossiyada molni o'ltirib yoqish yana davom etib boshladi. Akşamdan beri bugün Çislani 23-mi bugün? 22 Mart. 21 Mart'tan yana başlandı. Bugün yakshanba. Umuman yakshanba bo'lama, subota bo'lama qarab turganlari yo'q. Qandaydir bir kasallik bor deydi, lekin kasallik nomi haligacha aniq aytilmadi, to'g'risi. Bizga yaqin atrofga Chuvashiyaga keldi o'zi. 110-120 kilometr, uzog'i 150 kilometr atrofına keldi o'zi o kasallik. O'zi karantinga olindi, jo'ski Chuvashiya. Chuvashiyada hozir kerak bo'lsa go'sht olmay turibdi Kazan oldin Chuvashiyadan oladigan edi go'shtni asosiy qismini, endi ular ham olmay qo'ydi. Go'sht tanqisligi boshlanadi. Rossiyada, O'zbekistonda vahima qilchog'im yo'q. Go'sht unday bo'ladi, bunday bo'ladi deb vahima qilganimizda sразу videolarimizni oldirib tashladilar, to'g'risi. Vahima qilma, davlat siyosati bo'lib ketadigan yog'i, xalqni qo'rqizma deb. Men qo'rqish niyatim yo'q hech kimni. Rossiyadagi ahvolni tushuntirajaqman. Rossiyadagi, O'zbekistondagi emas, Rossiyadagi. O'zimni chorvamdan men qo'rqib turibman hozir. 150 kilometr degan hech narsa emas-da u. Akşam telefon qilsam, perekup endi, pul perekuplarga. Simentallarda 250 rubldan deydi. Simentallarga, meni simentallarim. 230 rubldan deydi. Kulgili nelar, sifrlarda. 230 rubldan cho'rni pestring olaman deydi. Misol 400 kilogram kelsa 100 ming bo'ladi. Malama narxi. Bundan bir ay elde 120 mingga olib ketaman birat bersangiz deb turgan odam bor edi, to'g'risi. Bir ay emas, 2 aydan oshib ketdi o'xshaydi u. Kulgim kelib turibdi hozirda. O'zim olganman 65 mingga. 20 ming rubllik yedirib qo'yibman, 85 ming so'm. Sentyabrdan beri bag'ib 15 ming so'm foyda ko'ryapman hozir. Kulgim kelib turibdi. Lutchi so'yganim yaxshi uni. Lutchi so'yib, go'shtini sotganim yaxshi, to'g'risi. Hali bizga kelmadi karantin jo'ski. Hali Kazan karantin bo'lmadi. Prosta aytaman-da. Nima kerak deyman-da, o daraja odamni yerga urib mehnatini. Hozir men borib O'zbekistondagi yem narxini bilib turib, hamma narsani narxini bilib turib, dehqonni 700-800 kilogramni molini misol 40 million desa 20 millionga so'ragandayda. Shunday deb turibdilar-da, to'g'risi-da. Хотя бы 120 ming dey, хотя бы 130 mingga olaman dey. Хотя бы-da. Nima maslahat berasizlar? Bu nima qilgan yaxshi? Bu kasallik davomiy bo'ladi degan ehtimollaringiz bormi? Yo davlat sразу жесткий karantin qilib yo'qotib tashima hamma narsani. Nima deb o'ylaysizlar? Fikrlaringizni bildiringlar qani. Bu Rossiya ichidagi bo'lib turgan narsa, O'zbekistonga taalluqli emas, aytib qo'ymayman sizlarga. Davlat xodimlari, bizlarni viloyat hokimlari, tuman hokimlari, umuman bu O'zbekistonga taalluqli gap emas bu. Bu faqat Rossiyaning ichida bo'lib turgan vaziyat. Avvalambor.